vatandan kelgan uchurlar. Xitoy hukumati Ramazonning birinchi kunida Urumchida kashlik bozorni asliga keltirgan. 2021 yili 4-oyning 13-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy hukumati Ramazonning birinchi kunida Urumchidagi Uyg'ur tibobat shifoxonasining yonida kashlik bozor ochgan. Xitoy uzundan beri taqib etgan kashlik bozorning tuyuqsiz asliga keltirilishi, yana kelib Ramazonning birinchi kuniga to'g'rilab echilishi diqqat qo'zg'amoqda. Blinken Xitoyga Covid'ga bo'lgan inkasi va Uyg'urlarga tutgan muomalasi sababidan hujum qildi. New York pochtasi gazetining 11 apreldagi xabariga qaraganda, Amerika davlat ishlari kotibi Antony Blinken Xitoy virusining dastlabki bosqichida ochiq-oshkor bo'lmaganligi va Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik faoliyati bilan ayblagan. Biden hukumati martda Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga elib borgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi Xitoyga jazo yurgizgan bo'lib, Xitoyda o'tkaziladigan 2022 yillik qishliq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilish to'g'risida aniq ifoda bildirmagan. Biden NBC'ning ziyoratini qabul qilganda olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilishga aldirab ketmaydiganligi, musobaqaga yana bir yildak vaqt borligi, sheriklari va ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib ish qiladiganligini tilga olgan. Xitoyning islomga zarba berishi 1975 yildagi qatliamni eslatadi. Tashqi siyosat to'ri 11 aprel Xitoyning islomga zarba berishi 1975 yildagi qatliamni eslatadi nomli maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada deyilishicha 2018 yildan 2020 yilgacha o'tirg'i qo'yilgan yangi belgilamalar sababidan Xitoyning diniy siyosati kun sayin kuchayib, Xitoy hukmronligi ostida yashaydigan musulmonlarga besim paydo qilgan. Xitoy Kommunist partiyasi Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarni yo'qotishni nishon qilib qolmasdan, balki boshqa rayonlarda yashaydigan musulmon ommani, jumladan islomni asosiy tig' uch qilgan. Maqolada yana yaqinqi yillardan beri tungallarmi o'xshash besimga duch kelgan bo'lib, 1975 yili Xitoylar tarafidan masjidlari taqilib, Qur'onlari ko'ydirilgan. Qarshilik ko'rsatganligi uchun vahshiylarcha qatliam qilingan shodiyanliklar bugungi kunda o'xshash bir tarixni boshdan kechirmoqda deyilgan. Amerika Kengash palata a'zolari Uyg'ur musulmonlarga yordam berish uchun Avam palatasi qonun loyihasini qo'lladi. Reuters agentligining 13 apreldagi xabariga qaraganda, Amerikadagi Kengash palatasining parlament a'zolari Uyg'ur musofirlarining iltimosini tezlatadigan bir qonun loyihasini o'tirg'i qo'ygan bo'lib, Avam palatasining Xitoyning ziyonkashligiga uchirgan Uyg'ur musulmonlarini qo'llash tirishchanligiga moslashgan. Cumhuriyetçiler Partisi'nin Kengash palata a'zosi Marco Rubio ve Demokratlar Partisi'nin Kengash palata a'zosi Chris Coons Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonunini o'tirg'i qo'ygan bo'lib, bu qonun bo'yicha Sharqiy Turkistonda Xitoyning bostirishiga duch kelgan yoki qechib ketgan Uyg'ur, qozoq va qirg'izlarga 2-nomerlik musofirlik salohiyati berilgan. Kengash palatasining qonun loyihasi 3-oyda o'tirg'i qo'yilgan Avam palatasining nusxasini to'liqlagan bo'lib, kishilar musofirlarning darajasini o'stirishning rasmiy qonunga aylanishida ijobiy qarashdi ekan. Xabarda yana bu qonun loyihasining Amerikaning sheriklari va ittifoqdoshlariga Uyg'ur musofirlari masalasida ilhom bo'ladiganligi tilga ilingan. Yaponiya Uyg'ur sarxillarini unutib qolmadi. 14 aprel Yaponiyaning NHK agentligi g'oyib bo'lgan Uyg'ur ziyolilari mavzuliq bir film tarqatgan bo'lib, filmda Xitoyning millionlab Uyg'urlarni jazo lagerlariga so'laganligi, lagerga so'langanlar ichida yuzlarcha Uyg'ur ilm odamlari borligi, shularning 9 kishining Yaponiyada o'qigan, tadqiqot va ilmiy ziyoratda bo'lgan Uyg'ur ziyolilari ekanligi bayon qilingan bo'lib, filmda asosliqi yangi asrning boshlarida Yaponiyada birer yildak ilm ziyorati bilan shug'ullangan Uyg'ur ziyolisi shoir Abduqodir Jaloliddin apandi haqida ma'lumot berilgan. Filmda Abduqodir Jaloliddinning Yaponiyada yashayotgan qizi
dadisi haqida o'z fikrlarini o'tirg'a qo'ygan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining tutqundagi Uyg'ur ziyolilarining ovozi bo'lish yo'lidagi ish izlari qisqacha tunishtirilgan. Filmda yana Xitoyning yaqinda e'lon qilgan Sohila ichidagi urush nomli ta'tir tashviqot filmimi qayd qilingan bo'lib, NHK agentligi Xitoyning bu ta'tir tashviqot filmiga tanqidiy nazarda muomala qilgan. Avstraliyada yashaydigan Uyg'urlarning Xitoy hacker soqchilarining qor tizimligiga kirgizilganligi oshkorlandi. Avstraliyada chiqadigan ABC xabarlar to'rining 14-apreldagi xabariga qaraganda, Xitoy doiralarining Avstraliyada yashaydigan Uyg'ur jamiyati rahbarlari va Uyg'ur faoliyatchilarini nazorat qilish, parakandichilik selish uchun gumonliq terrorchi deb qor tizimligiga kirgizganligi oshkor bo'lgan. Avstraliyada yashaydigan Uyg'urlar Xitoyning qor tizimligiga kirgizilib, nazorat qilingan va so'roqqa tortilgan bo'lib, oshkorlangan qor tizimlikda bolalar va 7600 dan ortiq Uyg'urlarni o'z ichiga olgan 10,000 gumonliq terrorchining xotirasi bor ekan. ABC'ning tekshirishiga asoslanganda, eng oz deganda Avstraliyada yashaydigan 3 Uyg'ur bu qor tizimlikda bor bo'lib, bu Xitoyning chet el ta'sirini jiroqdan nazorat qilish va yo'qotish harakatining isboti hisoblanadi ekan. Xitoyda terrorlik nihoyatda keng va mujmal uqum bo'lib, gumonliq terrorchi tizimligiga kirgizilganlar har vaqt Xitoy doiralari tomonidan nazorat qilinishga va parakandichilikka uchrashi mumkin ekan. Avam palatasining Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik xitobnomasiga bilet tashlashi. Muhofizatchi gazetining 14-apreldagi xabariga qaraganda, Angliya Avam palatasiga Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik xitobnomasiga bilet tashlash fursatining berilishi Xitoy Angliya munosabatiga ta'sir ko'rsatilgan bo'lsa-mu, tashkilotchilar kam deganda 3 dan 2 qism parlament a'zosining 22-aprel Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qarta elib borgan vahshiyligiga qarshi bilet tashlashini umid qiladi ekan. Avam palatasining irqiy qirg'inchilik to'g'risida kollektiv qaror chiqarishi nihoyatda oz uchraydigan bo'lib, parlament a'zolari 2016-yili Yazidlar uchirgan irqiy qirg'inchilik to'g'risida bilet tashlagan. Xabarda deyilishicha, bu qitimliq bilet tashlash hukumatga qarta cheklash kuchiga ega emas deb qaralgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyni irqiy qirg'inchilik bilan ayblagan palata a'zolarining diplomatik va axloqiy ta'siri nihoyatda cho'ng bo'lishi mumkin ekan. Xitoyga ishongani bo'lamdi. Yaqında Nike, H&M qatorliq cho'ng shirkatlar Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxtalarning majburiy emgakka silingan Uyg'urlarning qo'lidan chiqqan bo'lishi mumkinligi sababli buningdan keyin Xitoydan paxta mahsulotlarini sotib olganda majburiy emgakka silinayotgan Uyg'urlar bilan bog'lanishi yo'q mahsulotlarni sotib olishga kapolatlik qiladiganligi to'g'risida bayonot e'lon qilgan edi. Halbuki mazkur shirkatning bu xususdagi bayonlari Xitoy hukumatining shundaqli Xitoy fuqarolarining qattiq e'tirozini qo'zg'agan va shu sababli Xitoyda bo'libmi Xitoydagi har qaysi to'r supillarda mazkur shirkatlarning mahsulotlarini boykot qilish temasidagi dog'dug'uluq vatanparvarlik to'lqini qo'zg'algan edi. 2021 yil 3-oyning 25 kuni shu to'lqinning ishtirokchilaridan biri Xitoyning Sina blogida 100 mingga yaqin agashkuchisi bor. Blogida Krim buyumlarini tanishtiradigan va Krim qilishni o'rgatadigan tor ismi Chingzi, ya'ni Beychuan Chingzi Haroko bo'lgan blogchi Nike shirkatining Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxtaga munosabatli bayonotiga qarshi maydonini bildirib bir blog e'lon qilgan. Natijada mazkur blogni ko'rgan bir Uyg'ur qiz Sina blogining xususiy suhbatlashish ko'zniki orqali Chingziga xat yozib, tovandikilarni aytgan. Chat el to'rlarida deyilgan gaplarning hammasi rost. Mening dadam va nurg'un tuqqanlarim hozir lager ichida. U gaplarning hammasi rost. Chingzi, siz rostini aytib baxtlik, bizga o'xshash qismatga duch kelmadingiz. Va shuningdan keyin u qiz yana bu Xitoy blogchiga 19 sekundlik ovozliq uchur qoldirgan bo'lib, bu uchurning konkret mazmuni aniq emas. Chingzi ismli bu Xitoy blogchimi bu qizning uchurlariga tuvandagidek javob qaytargan.
Tova, yig'lamang. Uyg'urlar rostilla xabarlarda deyilganidek, niger qullarga o'xshash majburiy ishlatilyapti. Bu zodi qandaq ish? 2021-yildimi mushundaq ish bormi? Men sizning bosh suratıngizni o'chirib etib, mushu suhbat xotirasini rasm holatida kesib to'rga yo'llasam bo'lamdi. Natijada Şinjan'da Uyg'urlarning majburiy qulluq emgakiga selinayotganligi ig'vo emas reallik ekan degan nuqtani yoritmoqchi bo'lgan mazkur suhbat xotirasi 3-oyning 25-kuni tushish vaqti soat 12dan 25 atrofida Chingzi tarafidan rasm holatida Sina blokiga yo'llangandan keyin favqulodda kuchli g'ulg'ul qo'zg'agan. Chingzini mazkur yo'llanma orqali Xitoy haqiqatan Sharq Turkistonda zulm qilyotidi. Dangliq markalarning Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxtalarni boyqut qilishi yo'lliq demoqchi bo'lgan deb tushungan Xitoy tor ahli darhol mazkur blogchiga qarta shiddatlik vatanparvarlik hujumi qo'zg'agan. Natijada Xitoy torchilarining bu qadar shiddatlik hujumiga bardoshlik berolmagan Chingzi Alayzal birer soatdan keyin mazkur yo'llanmasini o'chirib atgan va barliq torlarda mushu paxta to'g'risida gap bo'layotgandan keyin men dastlabda o'zimning bu ig'voga ishonmaydiganligim to'g'risidagi maydonimni aniq bildirib bo'lgan edim. Shunga mening davlatga qarshi gap qilishim mumkin emas. Bir qiz bola menga ayrim xat yozdi. Yana tek ovozliq uchur qoldirib yig'lab ketdi. Shuning bilan men qo'rqib ketib, suhbat xotirasini blogga yo'llabdiman. Men uning gaplariga qarta hech qanday maydon bildirmadim. Mening Uyg'urlar neger quldakmi deganimmi amaliyotda qaytirma savoldir. Mening bu uchurni dalillab ko'rmayla to'g'ri yo'llaganligim xato bo'pti. Men hamoqatlik qilganligimni e'tirof qildim. Tanqidlarni tovanchilik bilan qabul qilaman. Nike, H&M degan bu markalar zodi nima ish qilib yuradi ekan degan mazmunda tövbanomi e'lon qilgan. Ammo bu tövbenomasining Xitoy to'r ahlini degandek rozi qilolmaganligini ko'rgan Chingzi shu kuni tushdan keyin soat 15dan 51 minut o'tganda kechiringlar. Bu ishning buncha nachar ta'sir paydo qilganligi uchun kechirim so'rayman. Men yaxshi o'ylanmabdiman. Sina supsining tarqitish kuchi va ta'sir kuchining buncha zo'rligini his qilolmabdiman. Dalillanmagan uchurlarni yo'llamasam bo'pti ekan. Ko'pchilikni malol qilganligim uchun takror kechirim so'rayman. Buningdan keyin yo'llamoqchi bo'lgan mazmunlarga qarta texmo mas'uliyatchan bo'laman. Ko'pchilikning meni nazorat qilib turishini umid qilaman degan mazmunda yozma yo'llagan. Aradan 3 kun o'tgandan keyin, ya'ni 3-oyning 28-kuni Chingzi o'zining Ki-O7 No nomli yana bir blogida tuvandagidek mazmunlarda blog yo'llagan. Mazkur ishni shu vaqtning o'zida saqchiga ma'lum qildim va yozmachi guvohlik berdim. Mening Chingzi ismimdagi hisobim 15 kun to'xtatib etildi. Shunga uchurni mushu yerda yo'llashga majbur bo'ldim. Dastlabda menga xat yozuvchining salohiyatini oshkorlamasam, nemishqa uni pash qilmaysan, nemishqa saqchiga ma'lum qilmaysan deganlar chiqdi. Endi saqchiga ma'lum qilsam, ba'zilar meni sotqun deyishyotidi. Agar u Uyg'ur qizining biror masalasi bo'lmasa, ansirishining hojati yo'q. Chunki saqchilar xohlagancha odam tutmaydi. İsmi nama'lum aşı Uyg'ur qizning o'zining nazirdagi oq ko'ngil Xitoy blogchiga dard to'kishi ana shu ravishdagi sotqinlik bilan natijalangan. Texmi ichinishlig'i Xitoyning navbatdagi raqamlik mustabid sistemasida saqchilarning bu qizni osonla tepib olishi aniq. Ammo uning beshiga qanday qismatlarning keladiganligini tasavvur qilishmi kishining tenini shurkantiradi. Polshadagi Uyg'ur qizi. İjtimoiy taratqularda Uyg'urlar uchun sado chiqarayotgan, haqqoniyat uchun Uyg'urlar tarafda turib kurash qilayotgan bu qiz Martina Koklkevich. Nurg'un Uyg'urlar bu qiz bilan Facebook yuzida do'st. Martina Xitoy ishg'oliyatidagi Sharqiy Turkistonda jazo lagerlariga qamalgan va yo'qolgan Uyg'urlarning guvohlik sin filmlarini yig'ish uchun har doim chaqiriq qiladi. Uning kiyimlari, angliklari, zinnatlari oq bilan ko'kni asos qilgan bo'lib, bu Uyg'urlarning bayrog'iga simvol qilingan. Uning bo'ynida har qachon oy yulduzliq bulabka, kaynida oy yulduzliq ko'k bayroq bor.
Martina Kokutkevich Polshalik bir qiz. Polshaning Poznan universitetida fin-ugur va hungir tillari mutaxassisi va o'qituvchisi. U ana tili polakchadan boshqa fin-ugur, hungir, ingliz, german, turkcha qatorliq 7 xil tilni pishiq biladi. Uyg'urchani o'qib tushuna oladi va so'zlay oladi. Uning Uyg'urlarga bo'lgan sevgisi va qilayotgan xizmatlari nurg'un Uyg'urlarni xijil qilib qo'yishi mumkin. Martina universitetda fin-ugur va hongir tillarida o'qigan bo'lib, uning bu kasbi tabiiy holda uni turanchilik, turkiy millatlar va turkiy tillar bilan hapilishga ilib kirgan. U nihoyatda tezda turk madaniyati va turklarni yoqtirib qolgan. Shu qatorda Uyg'urlarni mu dastlabki qadamda bilgan. 2015-yili u Turkiyani ziyorat qilgandan keyin uning turk va islomga bo'lgan tushunchasi tez oshgan va 2016-yili musulmon bo'lgan. Shu chog'lardan beri u turklar va turk millatlarini o'z tadqiqotiga munosabatlik soha deb qarashdan holqib, ularga qarindoshlari sifatida muomala qilishga boshlagan. 2017-yili u tunji qitim Uyg'urlarga bo'layotgan zulmlarni turk yoshlarining ijtimoiy taratqu uchurlaridan bilgan va ahvolning u qadar og'irligini bilib bak azoblangan. Ammo Polsha jimjit bo'lib, Uyg'urlar haqidagi xabarlar yo'q deyarlik edi. Shuning bilan u Uyg'urlarning beshiga kelayotgan zulmlarni Polshaliklarga bildirishni qaror qilib, torda faoliyat boshlagan. Martinaning Uyg'urlar uchun faoliyat qilishi osonga tushmagan. Gerçi u tor yuzda nurg'un Uyg'urlar bilan do'st bo'lsa-mu, Polshada uni qo'llaydigan odam darhol tepilmagan. U o'zining shahridagi islom markazidan yordam so'rash qaroriga kelgan. 2017-yili Ramazon keshlarining birida Martina musulmon qarindoshlarga Xitoy ishg'oliyatidagi musulmon Uyg'urlar uchun duo qilayli deb talab qilgan. Aslidinla har Ramazon kechasi har qaysi mamlakatlardagi musulmonlar uchun duo qilinayotdi. Uyg'urlar uchunmi duo qilinishi kerak edi. Ammo ularning bu haqdagi inkosi Martinani hayron qoldirgan. Nimishqa Xitoy ishg'oliyatidagi musulmonlarga duo qilamiz? U yerda nimish bo'pti? Xitoyda musulmonlar bormi? Degandek savollarga duch kelgan. U bu haqda Xitoyning ularga nachar muomala qilayotganligini qisqacha tushuntirgandan keyin Uyg'urlar uchun duo o'qilgan. Biroq shu qitimqidan boshqa bu haqda fikrlashkili bo'lmagan. Bu to'g'riliq Martina bir qancha qitim tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, unumi bo'lmagan. Keyin masjidning arab imomi Martinaning Twitterda Xitoyga qaratgan faoliyatini ayblab, uni to'sgan va uning irqchilik qilayotganligini aytib azor bergan. Martina o'zining dastlabki chog'laridagi ta'sirotlarini aslab mundoq deydi. Har ishda bir hikmat bor. Shu chog'da go'yoki Alloh dilimga solgandekla bir ish bo'ldi. Uyg'urlarning beshiga kelayotgan qismatlarni bilib bakma azoblandim. Dunyodan, insonlardan, hatto o'zimdanmi royim qaytgandek bo'ldi. Chunki o'zimni bakli yarmas his qilgan edim. Qalb tiyishimdan shuni his qildimki, agar Uyg'urlarning bugungi qismati to'g'riliq ijobiy nuqtadan bir ish qila olmasam, hayotimni normal holatda davomlashtira olmaydim. Faoliyatchi bo'lishning osonga to'xtamaydiganligini Martina boshdan bilatdi. Polshadagilarning umumiy jihatdan sirtqi dunyodagi kishilar to'g'riliq tafsiliy ma'lumoti yo'q edi. Ular Osiyoda yashaydiganlar Osiyolik, u yerda Xitoylar yashaydi degandek tushunchalarda edi. Martina Uyg'urlarni tilga olganida ular hayronlik bilan qarab qolatdi. Uningga eng yaqin insonlar uning qilayotgan ishlarini tushunmaydi.
ve qilganlari ularga g'ayrat o'ylatdi. U doim o'z haling bilan bo'l, o'zingning hayotiga ko'ngil bo'l degandek so'zlarni angladi. Javob sifatida bu mening hayotimdir. Shundaqla seningmi hayotingdir. Bu hammamiz qilishimiz kerak bo'lgan ish dedi. Martina 2019-yili 7-ayning 21-kuni dunyoning ko'plagan joylarida Xitoyga qarshi namoyish o'tkaziladiganligini bildi. U o'z davlatidagi kishilardan umid kutdi. O'z shahridagi islom dini markazi musulmon qarindoshlaridan umid kutdi. Ularga namoyish haqidagi fikrlarini tushuntirdi va hamma ishni o'zining o'rinlashtiradiganligiga va'da berdi. Afsuski, uni qo'llaydiganlar chiqmadi. 2019-yili 7-ayning 21-kuni Martina o'zi turishliq shaharda yolg'iz kishilik rasmlik namoyish elib bordi. Uningga yordamchi bo'ladigan bir necha qarindoshi chiqdi. Yolg'iz kishilik namoyishni rasmga tortib berdi. U hayajondan titraydi. Bu kun uning hayotini o'zgartdi. Buni hech qachon o'ylab baxmagan edi. Taraf-tarafdan qo'llash sadolari kelishga boshladi. Asosli qo'llashlar yanada Uyg'urlardan keldi. Ko'p kishilar bilan tanishdi. Albatta, bu tanishishlar faqat internetda bo'lmadi. Chunki Polshadimi Uyg'urlarning borligini bilgan edi. O'z ishidan nihoyatda ta'sirlandi. Qilganim kichik ish bo'lsa-mu, har ishning ma'nosi bor. Balkim o'zim yolg'iz ko'p ish qilamasman. Ammo eng bo'lmaganda bir qancha kishiga ma'naviy yordam bera olayman. Beshiga kelgan dardlar uchun Uyg'ur qarindoshlarimizning yolg'iz emasligini bu orqali bo'lsa-mu ko'rsata olayman deb o'ylaydi. Bir butun xalqni hech kim o'zi yolg'iz qutqiza olmaydi. Ammo yaqin kelgusida yolg'iz bir kishi hech bo'lmasa bir oilani yoki bir kishini bo'lsa-mu qutqiza olishi mumkin. Yordamga har zaman tayyor turishim kerak. Boshqalarga mushuni his qildirishni xohlayman. Bu sabablik harakatlarimni davomlashtirman deydi Martina. O'zining nima uchun Uyg'urlarga bu qadar muhabbati borligining sababini uning o'zimi aniq tushuntirib bera olmaydi. Qisqalik qilib, balkim Alloh dilimga solgandi deydi. Faqir Uyg'ur o'ygan uyqung yeter. Sende mal yok endi kesse can keter. Bu ölümdün özüngni qutquzmasan, ah senin halın xatar, halın xatar. Bu ölümdün özüngni qutquzmasan, ah senin halın xatar, halın xatar. Benim o cansız ah o'xshaydi tening, şuna yok mu ancha ölümdün g'emin. Kırsam kömürlüm aylayatsın, oyg'anmay o'lmakchimu sen chup eting. Kırsam kömürlüm aylayatsın, oyg'anmay o'lmakchimu sen chup eting. Hop dedim beshin ko'tar o'yqungni och, raqibing boshini kes onini choch. Ko'z ichib atrof obdan boqmasam, o'lsang armonda bir kun nailoj. Oyvan, oyvan, Uyg'urum oyvan, 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 Uyg'udun oyvan, 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 Uyg'urum oyvan, 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 Uyg'udun oyvan. O'zingni yo'g'on ekib atrofga boq, o'z iqboling haqida o'ylan uzoq. Kassi oldin bu g'animat fursati, kelajak ishim chatoq, ishim chatoq.
Kessi oldun bu ganimet fursati Kelajak işin çatak işin çatak Etinar gönlüm sana ay Uygurum Sertleşim terindişim bir tutkunum Köyünüp alınga oygatsam seni Anlamaysan zadinime dolgunum Köyünüp alınga oygatsam seni Anlamaysan zadinime dolgunum Kelidi bir gün pişayman telesem Tektiga gapim şu çağda yetsen Hatta sen bu çağda ülgürmey kalan Şunda Uygur sözüge tan versem Oygan, oygan, Uygurun oygan 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 Oygan